kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan frontendda HTML CSS darsligining 5-qismini o'tamiz. Ya'ni bu qismda nimalar bo'ladi? Image, ya'ni rasm qo'yish, rasmni saytga qo'yish va unga kerakli miqdorda height va width berishlarini o'rganamiz. Height, width nima deyishlaringiz mumkin? Height, width bu tepadan pasti va yonlarini bir xil o'lchamda, ya'ni tepasi bir xil o'lchamda, pasti ham bir xil 50-50-50, to'rt tarafi ham 50. O'shalarni width, height deyiladi. Bugun sizlar bilan o'shani o'rganamiz. Birinchi navbatda har doimgidek новая papka ochib olamiz. Bu papkani nomini men image deb saqlanib qoldim. Image deb papkani nomini kiritdim va VS Code ga tashladim. Endi VS Code ga tashladim. Endi index.html ochib olamiz. Index.html va index.html ni kodini kiritamiz. Shift 1 deb bossak, o'zi avtomatik chiqib keladi va enter deb bossak, kodimiz tappa tayyor. Va body'ning ichiga biz kod yozishni boshlaymiz. Ya'ni nima kod yozamiz deyishlaringiz mumkin. Bu yerga ya'ni rasm qo'yish, masalan, bitta div bo'lsin, divning ichida h1 bo'lsin. h1 ga salom, mening suratim. Salom, mening mashinam bo'la qolsin. Endi live server qiladigan bo'lsak, h1 o'zi chiqib keladi va rasm yo'q, hali rasmni qo'ymadik. Ya'ni rasmni qanday qo'yamiz? Ya'ni image deb yozsak, mana boshida image o'zi chiqib keladi. Ya'ni bu image rasm degani va shuni bossak, mana series alt degan narsalar chiqib keldi. Bu nima deyishlaringiz mumkin? Bu series, ya'ni rasm qo'yadigan joyi, bu alt foydalanuvchiga ko'rinmasa, masalan, rasmingiz yo'qolib qolsa yoki biror joyda olgan bo'lsangiz, o'chirib olgan bo'lsa yoki Google da rasm olib bu yoqqa qo'ygan bo'lsangiz, Google da o'chirib tashlagan bo'lsa, sizga alt yozuvi chiqadi. Endi rasmni yuklashni o'rgataman. Birinchi navbatda Google ga kirib olamiz va rasm deb yozamiz. Rasm. Mashina. Mana, mashina rasm bitta tanlab olamiz. Masalan, mana shu Bugatti. Ya'ni buni qanday olamiz degan savollar bo'lsa, mishkani Windowslar uchun mishkani o'ng tarafini, Mac'lar uchun ikkita barmoq bilan bosishimiz kerak. Ikkita bosamiz va bu yerda ko'p yozuvlar chiqadi. Ya'ni сохранить ссылку, скопировать адрес ссылку. Biz nimani tanlashimiz kerak? Biz скопировать изображение, ya'ni bu rasmni kopировать qilib olamiz. Kopировать, mana bosdim, kopировать qilib oldik. Endi saytimizga o'tamiz va mishkani shu joyga olib kelib bitta mishkani bosamiz va tayyor bizda. Endi command v qiladigan bo'lsak, are you sure you want to pass image png, ya'ni boyaga kopировать qilib olgan rasmimizni qo'yishimiz kerak. Enter deb bossak, mana avtomatik rasmimiz chiqib keldi. Endi indeksga o'tamiz va imageda series degan joyga, ya'ni ikkita yonma-yon vergulni ichiga, vergulimiz undoq deb bo'lmaydi, ya'ni buni shuni ichiga ya'ni yozamiz. Xuddi mana shuni yozishimiz, image png, ya'ni buni ./ mana o'zi avtomatik chiqib keladi image. Endi hozir bu bizga saytimizga ko'rinadi, ya'ni hozir live server qilib oladigan bo'lsam, mana salom, bu mening mashinam, mana bu endi rasmimiz saytga ko'rinib boshladi. Endi agar altning ichida Bugatti deb yozadigan bo'lsam, ya'ni bu ko'rinmadi. Mana refresh beraman, lekin ko'rinmadi. Nimaga ko'rinmayapti? Ya'ni Google'dagi shu rasm agar o'chirib yuborilsa, masalan, rasm o'chirib yuborilsa, yo'q bo'lib qolsa, bu alt yozuvi chiqadi. Ya'ni mana bunday bo'lib rasm ko'rinmaydi, Bugatti deb chiqadi. Ya'ni buni
qoidasi foydalanuvchiga ko'r odamga ko'rinmaydigan rasm o'chib ketgan bo'lsa Google'dan bu shunday altda yozuv paydo bo'ladi va rasm ko'rinmaydi. Ya'ni rasm o'chib ketgan bo'ladi yoki nimadir kamchiligi bo'ladi. Endi imageni yana yozib olaman. Yozdim, mana chiqdi. Endi bu xuddi shunday formatda turadimi? Bu yoqqa o'tkazib bo'lmaydimi? Bu yoqqa ham o'tkazib bo'ladi, pastga ham o'tkazib bo'ladi. Endi buni kattalashtirish o'rgataman. Endi buni kattalashtirish uchun, ya'ni bu yerda oson variant ham bor. Bu yerda PNGdan keyin width bersak bo'ladi. Width 200 piksel. Mana 200 piksel berdim. Ya'ni kichikayib qoldi. Men hozir bunga 500 piksel beradigan bo'lsam, hozir natijani ko'rasizlar. 500 piksel mana. Rasmimiz kattalashdi. Endi width 500 berdim. Endi height berishim kerak. Heightga 300 piksel. Mana. Rasmimiz kichkinardi. Endi bunda ham qilsa bo'ladi, lekin bu qisman noto'g'ri. Ya'ni sizlar bilan hozir buni osonroq variantini ko'rsatamiz. Endi buni style bo'la olamiz. Link. Adashib ketdim. Link CSS. Ya'ni CSS ga ulab oldim va CSS ni ochib olaman. Endi imagega class beraman. Class. Ya'ni bu class nima uchun? CSS ga shu classning nomini yozadigan bo'lsak, bizga ya'ni rasmni o'zgartirishimiz mumkin. Width, height, border, radiuslarni o'zgartirishimiz mumkin. To'g'ri, hali sizlar bilan HTML index HTML to'liq tugatganimiz yo'q, lekin sizlarga ko'rsatishim kerak. Klassiga Bugatti deb yozib olaman va style ga nuqta Bugatti deb yozadigan bo'lsak, mana avtomatik chiqib keladi va shuni enter deb bossak chiqdi. Endi gulli qavs. Ya'ni gulli qavs nima uchun kerak? Gulli qavsni ochib ichiga shu kodlarni yozsak, bu kodimiz saytda ko'rina boshlaydi. Agar gulli qavs bo'lmasa, bu kodimiz ishlamaydi. Endi gulli qavsni ochdim va yozaman. Width 100 piksel. Tagidan height 200 piksel. Endi ko'ramiz buni. Mana kichkina bo'lib qoldi. Endi heightini 600 qilamiz. Ya'ni mana. Endi width'ini 500 qilamiz. Mana. Ya'ni qancha siz xohlagan kerak miqdorda width height'ini o'zgartirishingiz mumkin. Endi border radius degan narsa ham bor. Border radius. Ya'ni border radius nima qilib beradi? 50 piksel qiladigan bo'lsa, border pixel, ya'ni chekka qismlarni, ya'ni to'rtburchak qism bo'lsa, uni burchaklarini shakl, ya'ni dumaloqgacha olib keladi. Masalan, men hozir 50 piksel berdim, ya'ni endi 200 piksel beraman. 200 piksel berilgan bo'lsa, mana o'zgardi va 500 piksel. Har piksel ko'payganda bu ham aylanib bo'lib boraveradi. Mana 800 piksel. Ya'ni shunday bo'ldi. Ya'ni bugun bitta takrorlab olamiz. Sizlar bilan image o'tdik. Ya'ni image bu rasm qo'yish, CSS-ga shu copyright qilgan narsalarimizni qo'yamiz va klassiga class nima uchun kerak? Class bu style ga kerak. Bo'ldi. HTML ga kerak emas. Class va yana JavaScript ga kerak. Buni hali asta-sekin olib boramiz. JavaScript ga kelganimizda sizlarga o'rgataman. Va alt agar rasm chiqmasa, biror joydan sketchat qilib olgan bo'lsanglar yoki o'sha yerdan o'chib ketgan bo'lsa, rasm chiqmasa, ya'ni birdan avtomatik alt yozuvi chiqadi. Ya'ni bu alt rasm chiqmagan taqdirda uni nomini yozib qo'yadi. Bu nomni albatta o'zingizlar yozasizlar. Sizlarga avtomatik yozib bermaydi. Bugungi mavzudan tushundilaringiz degan umiddaman. Mayli, sog' salomat bo'linglar.